Assalomu alaykum barchaga azizlar, bugun sizlar bilan YouTuberlar uchun eng kerakli bo'lgan ilovalar bilan tanishib chiqamiz va ularda ishlashni bugun sizlarga ushbu video orqali o'rgatib o'taman. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying, sababi bizda YouTuberlar uchun eng kerakli bo'lgan darsliklarni tayyorlab boramiz. Bir nechta Amerika yo'nalishlarida ishlash, hammasini bizni kanalimiz orqali o'rganib olishingiz mumkin. Bundan tashqari Amerika yo'nalishida ishlamoqchi bo'lganlar uchun ham yordamlar beramiz. Kommentariyaga kirsangiz, ссылка turibdi, o'sha orqali o'tsangiz, albatta barcha savollaringizga javob olasiz va Amerikan yo'nalishlarida ishlashni o'rganishingiz mumkin. Bunda biz videoni cho'zmasdan boshlaymiz azizlar. Sizlarga 9 ta ilovani tavsiya etaman. Bu 9 ta ilova albatta siz YouTube'dagi faoliyatingiz davomida sizga albatta kerak bo'ladi. Birinchi sizlarga tavsiya etadiganim remove.bg. Mana shu ilova menga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Mana shu ilovada biz ko'p ishlarni amalga oshiramiz. Bu ilova bizga rasmlarni orqa fonini kesib tayyorlab beradi. Ishlash juda sodda tarzda tayyorlangan. Ilovaga kirsangiz, hammasi tushunarli tarzda, hech qanday ortiqcha narsalar yo'q, sodda tarzda ishlangan. Upload image ni tanlaymiz va o'zimizda xohlagan orqa fonni kesmoqchi bo'lgan rasmimizni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bizda oyna ochiladi. Ochilmasa qaytadan takrorlaymiz. Mana, bizda oyna ochiladi. Orqa fonni sifatli tarzda va bepul kesib beradi, sifatli tarzda ishlaydi. Eng zo'r ilovalardan bittasi. Xuddi shu tarzda ishlaymiz. Agarda batafsil ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada izoh qoldiring. Keyingi navbatda bizga kerakli bo'ladigan ilova video converter. Bu ilovaga ham biz ko'p ishimiz tushadi. Bu ilova videolarni joyini kichraytirib beradi, sifatli tarzda tayyorlaydi. Ilovaga kirganimizda bizda ilova ham sodda tayyorlangan. Birinchida turgan oyna video converter or compress. Mana shu tugmani bossangiz, xohlagan videongizni hajmini kichraytirsangiz bo'ladi. Xuddi shunday bizda oyna ochiladi. Mana bizda shunday oyna ochiladi. Keyingi navbatda mana bu tugmani bosamiz va ko'rsatib o'taman. Mana shu tugmani bosamiz va bu yerdan mana shu 70% ni kamaytirsak, videoni hajmi kamayadi va saqlashni convert tugmasini bosamiz va bizda video tayyor holatga keladi. Uchinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan ilovalardan bittasi Collage Maker or Grid Art. Mana shu ilovadan ham ko'p foydalanamiz. Bir nechta rasmlarni tartibli tarzda 4 ta yoki 5 ta rasmlarni bitta rasm shakliga keltirib beradi. Bu ilovadan ham sodda tarzda foydalansa bo'ladi. Ilova juda ham sodda tarzda ishlangan. Collage tugmasini bosasiz va xohlagan rasmlaringizni bitta rasm shakliga keltirib ishlashingiz mumkin. Keyingi navbatda tavsiya etadiganimiz video montaj uchun CapCut. Buning uchun bizni kanalimizda alohida video darslik tayyorlangan. O'sha videoni ko'rib albatta o'rgansangiz bo'ladi. Keyingi navbatda bizga kerakli bo'ladigan ilova VidIQ programmasi. Bu programma orqali biz videolarimizni prosmotrini oshirish uchun yordam beradi bu ilova bizga. Buni ham qisqacha tushuntirib o'taman. Ilova birinchi navbatda ilovaga kirganimizda Google akkauntimizni kiritishimiz lozim. Google akkaunt kiritamiz. Google akkauntni kiritganimizdan so'ng o'rtada turgan Optimize tugmasini bosamiz va ixtiyoriy videomizga taglarni kiritsak bo'ladi. Bizga eng topda yurgan taglarni ko'rsatib beradi. Videomizni bosganimizdan so'ng, ustiga bosganimizdan so'ng, 3-da turgan Details degan tugmani bosamiz va videomizga taglarni kiritsak bo'ladi. Mana shu Recommended degan joyida bizga eng mashhur taglarni ko'rsatib beradi. Taglar bizni videomizni qidiruvida rekka chiqarishga yordam beradi. Bu ilovani ham albatta o'tkazib oling va ishlashda davom eting. Bu ilova haqida ham batafsil video ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda qoldiring. Albatta biz keyingi videolarda chiqarishimiz mumkin. Keyingi navbatda bizga video to MP3 converter. Bu ilova ham bizga katta foydasi tegadi.
videolarning orasidagi musiqani bizga ajratib beradi. Ilovani ichiga kirganimizda bu ham sodda ishlangan. Birinchida turgan tugmani ustiga bossak, mana shu tugmani ustiga bossak, videomizni orasidagi musiqani kesib tayyorlab beradi. Keyingi navbatda tavsiya etadiganimiz ChatGPT. Barcha ma'lumotlarni ChatGPT bilan olsak bo'ladi. Bizga rasmlarni ham tayyorlab beradi, xohlagan savolingizga ham javob bera oladi. Xohlasangiz ssenariylarni ham yozib bera oladi. ChatGPT dan foydalanishimiz mumkin. Keyingi navbatda rasmlarni yasashimiz uchun, rasm montaji uchun bizga Canva yordam beradi. Canva bepul va sifatli tarzda ishlaydigan programma. Bu ilovani sizlarga tavsiya etaman. Keyingi navbatda bizga o'yinlarni Amerikan yo'nalishida ishlaydiganlar uchun kerak bo'ladigan ilovadan biri X-Recorder. Men hozir ekran zapis qilayotganimda ham aynan shu ilovadan foydalanyapman. Shu ilovani sizlarga tavsiya etaman. Eng sodda ishlangan va bunda ham ishlash oson tarzda. Bugungi videomiz shulardan iborat edi azizlar. Qaysi ilova haqida batafsil ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Biz sizlarga 9 ta ilovani tavsiya etdik. Rasmlarning orqa fonini kesish uchun rasmlarning hajmini kamaytirish, 4 yoki 5 ta rasmni bitta rasm shakliga keltirish, video montaji, videoni rekomendatsiyaga chiqarish uchun teglar kiritish, videoning orasidagi musiqani kesib olish, ma'lumotlar yig'ish uchun kerak bo'lgan ilova, rasm montaji uchun kerak bo'lgan ilova va ekran zapis uchun kerak bo'lgan ilovani sizlarga taqdim etdim. Bular eng bepul, sodda ishlangan va eng sifatli tarzda ishlaydigan ilovalar. Albatta shu ilovalarni o'tkazib oling. Bu albatta sizni YouTube faoliyatingiz davomida yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Amerika yo'nalishida ishlamoqchi bo'lganlar uchun bizni darsligimiz bor, shuni tavsiya etamiz sizlarga. Kommentariyaga kirsangiz albatta ma'lumot topishingiz mumkin. Barcha savollaringizga ham javob olasiz. Kommentariyaga o'ting va silka orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi.